Qoradori 2026 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda bojxona boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi bilan shug'ullanib kelgan shaxslar faoliyatiga chek qo'yildi. Xususan Andijon tumanida olib borilgan tezkor tadbirda shu tumanda yashovchi 1998-yilda tug'ilgan shaxs tanishiga gashish giyohvandlik vositasini 50 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Tadbirning keyingi bosqichida mazkur shaxsning yoni va harakatlangan Damas rusumli avtomashina ko'zdan kechirildi. Natijada uning yonidan hamda avtomashinadan 5 grammga yaqin gashish giyohvandlik vositasi, ularni iste'mol qilish uchun mo'ljallangan maxsus moslama aniqlandi. Shuningdek, 1998-yilda tug'ilgan shaxs harakatlanib kelgan Gentra rusumli avtomashina tekshirilganda uning old yo'lovchi o'rindig'i ostidan og'irligi 470 grammdan ortiq bo'lgan gashish giyohvandlik vositasi hamda elektron tarozi topildi. Barcha ashyoviy dalillar belgilangan tartibda rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi A va B bandlari hamda 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Aziz yurtdoshlar, giyohvandlik inson hayoti, salomatligi va kelajagini izdan chiqaruvchi jirkanch illatdir. Uning tarqalishi esa jamiyat xavfsizligi va taraqqiyotiga jiddiy tahdid soladi. Shu bois har bir fuqaroni hushyor va ogoh bo'lishga chaqiramiz. Agar siz giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq shubhali holatlarga duch kelsangiz, bu haqda Stop Narkobot Telegram boti yoki Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ekranda ko'rsatilgan ushbu telefon raqamlari orqali xabar bering. Jinoyatga qarshi kurashish barchamizning umumiy vazifamizdir. Andijon viloyatida giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi ayovsiz kurash davom ettirilmoqda.